إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Barliq hamd sanolar olamlarning parvardigori Alloh taologa xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga go'zal axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarga Allohning salomi va barakati bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mümin Müslüman qarindoshlar, bugün biz haram yeyishning cho'ng gunoh ekanligi haqida to'xtalib o'tamiz. Alloh taolo Baqara surasining 188-oyatida mundaq deydi: A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Bir-biringlarning mollarini nahaq yo'l bilan yavalmanglar dedi. İbn Abbas radıyallahu anhu bu oyatning tafsirida, ya'ni yolg'on qasam bilan bir inson yana bir birodarining malini yevilishlik bu deb tafsir qiladi. Ya'ni yolg'on qasam ichish orqali boshqa bir birodarining mol mulkiga tajovuz qilish va yevilishdan iborat degan ma'no bilan sharhlaydi, buni tafsir qiladi. Nahaq yo'l bilan yevilish ikki xil usulda bo'ladi dedi. Birinchisi, bir insonga zulm qilish orqali uning mol mulkini yevilish va u insonga xiyonat qilish orqali mol mulkini yevilish va u insonning melini o'g'irlash orqali yevilishdir dedi. Bu birinchi xili. Ikkinchi turi bo'lsa, qimor yo'llari orqali u insonning molini yevilishlik dedi. Ya'ni nahaq yo'l bilan yevilish mana bu ikki xil usulda bo'ladi dedi. Sahihul Buxoriyda rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: Bir turkum kishilar bor dedi. Ular Alloh taolaning molini nahaq yo'l bilan yeydilar dedi. Undaq insonlar uchun qiyomat kuni do'zax bordir dedi. Ya'ni nahaq yo'l bilan mol yeydigan insonlarga qiyomat kuni do'zax bordir dedi. Sahih Muslimda rivoyat qilingan hadisda yana payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: Bir inson cho'l biyovallarda uzun safar qiladi deydi. Safar qilganligidan u insonning sochlari chechilang'u va butun a'zoyiga chang to'zonlar qo'ngan va u inson qo'lini ko'targan holatda Alloh taolaga ey Robbim deb duo qiladi deydi. Vaholanki u insonning yegini haromdir, ichgini haromdir, keygini haromdir va harom bilan g'izolangandir dedi. Shuning uchun qandaqmi uning duosi mustajab bo'lsin dedi payg'ambar alayhisalom hadislarida.
Yani insanның duasının müstecab bo'lmakligi uchun u inson halaldan yeyishi lozim, halaldan ichishi lozim, halaldan kiyishi lozim va halaldan g'izolanmoqi lozim. Mana bu narsalarga harom aralashib qoladigan bo'lsa, undan keyin olamlarning parvardigori bo'lgan Alloh taologa duo qiladigan bo'lsa, u insonning duosi mustajab bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Ba'zi bir insonlar aytadi, nimaga biz toat ibodat qilamiz, Allohga duo qilamiz, duoyimiz qabul qilinmaydi deydi. Buning sababini oldi bilan inson o'zidan izlab ko'rishi lozim. Nima uchun qabul qilinmaydi? Sahabalardan Said ibn Abul Waqqas radhiyallohu anhu kunlarning birida payg'ambar alayhisalomga ya Rasululloh dedi. Allohga duo qilingki, mening duoyim mustajab bo'lsin dedi. Allohga duo qilingki, duosi mustajab bo'ladigan insonlardan bo'layman ya Rasululloh dedi. Shunda payg'ambar alayhisalom Said ibn Abul Waqqasga aytdi ekanki, haloldan topkin dedi. Yani bu tapadigan tijoratingga, pul malingga harom aralashib qolmasin. Haloldan topgan, ana shu chaqda sening duoying mustajab bo'ladi dedi. Va bu hadisning oxirisida aytdi ekanki, bir inson haromdan bo'lgan bir luqmani og'ziga soladigan bo'lsa, u insonning 40 kungacha duosi qabul qilinmaydi deydi. Bir luqma insonning qarniga haram luqma kiradigan bo'lsa, 40 kungacha uning qilgan duosi mustajab bo'lmaskan. Yana ibodatlari ham qabul qilinmaydi aziz qarindoshlar. Mana bu narsalarga biz bakmi diqqat qilishimiz lozim. Chunki sahobalar bakmi diqqat qilatdi. Zarrachilik, shubhalik narsalardan ham ular haromdan qochganda qochatdi aziz qarindoshlar. Vaholanki hozirgi kunimizda oddiy bir narsaga aylanib qilyotdi. Yana ham Alloh taolo sizni bizlarning duolarimizni qabul qilyotdi. Hayoti dunyoda qanchalagan insonlarning duosini Alloh taolo qabul qiladi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, biz bu narsalarga bakmi diqqat qilishimiz lozim. Eng muhimi mana shu gelimizdan o'tadigan narsaga, topgan tijoratimizga, pul mollarimizga bakmi diqqat qilishimiz lozim. Bayhaqidan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi. Alloh taolo sizlarning axloqinglarni taqsim qilganidek, sizlarning rizqinglarni ham taqsim qilgandir dedi. Alloh taolo mana bu dunyoni o'zi yaxshi ko'rgan va yaxshi ko'rmagan hammaga berdi dedi. Mana bu mol dunyoni Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasiga mi berdi, yaxshi ko'rmagan bandasiga mi berdi? Shuni ham yaxshi bilishimiz kerakki, mol dunyoning Allohning nazarida zarrachilik qadr qimmati yo'q aziz qarindoshlar. Mol dunyoning qadr qimmati bo'lganda, mana bu hayoti dunyodagi kofirlarga, xristianlarga, yahudiylarga, buddistlarga Alloh taolo zarrachilik mol dunyo bermagan bo'ladi. Alloh taolaning Rahman va Rahim degan sifati bor. Rahman degan sifati Alloh taolo o'zi yaratgan barliq mahluqotlarga rahim shafqat qilguvchi zotdir degan ma'noni anglatadi. Mayli u kofir bo'lsin, mayli buddist bo'lsin, mayli boshqa dindagi inson bo'lsin, mayli mu'min musulmon bo'lsin, ana shu mahluqotlarning hammasiga mehr shafqat qilguvchi zotdir dedi. Shuning uchun Alloh taolo ana shu mahluqotlarni yaratganligi uchun ana shularning rizqini ham shularga o'zi bilan birga qo'shib berdi Alloh taolo. Ba'zi qanchalagan mu'min musulmon insonlar bor, Allohning solih bandalari bor, nihoyat kambag'allikda, nihoyat bechoralikda, nihoyat miskinlikda yashaydi. Qanchalagan Alloh taolaning osiy bandalari bor, gunohkor bandalari bor, ammo ular maishatda, farovon hayotda yashaydi. Bularning hammasi imtihon uchun, sinoq uchun aziz qarindoshlar. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala deydi Mulk surasida. Alloh taolo sizlarni
sinash uchun qaysi biringlar yaxshi amal qiladi, solih amal qiladi, shuni sinamoq uchun yaratdi deydi. Bu hadisning davomida aytadi ekanki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Va la yu'tid-din illa man yuhib" dedi. Alloh taolo dinni o'zi yaxshi ko'rgan bandasiga beradi dedi. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Mana biz Alloh taolaning yaxshi ko'rgan bandalaridan ekanmiz. Alloh bizni mu'min musulmonlardan qilib yaratib qo'yibdi aziz qarindoshlar. Shuning bilan birgalikda sarvari koinot bo'lgan oxir zamon payg'ambariga ummat qilib yaratib qo'ydi aziz qarindoshlar. Bu biz uchun eng katta, eng cho'ng baxtdir aziz qarindoshlar. "Va la yu'tid-din illa man yuhib." Alloh taolo dinni faqat va faqat o'zi yaxshi ko'rgan bandasiga beradi deydi. "Faman a'tahu Allohu-d-din faqad ahabbahu." Alloh taolo qandaq bir bandasiga dinni bergan bo'lsa, mana bu u bandani yaxshi ko'rganligining isbotidir deydi. Ba'zi insonlar aytadi, nimaga biz shuncha toat ibodatlarni qilsak, solih amallarni qilsak, biz ana insonlarga o'xshagandek boy maishat holatda yashay olmaymiz, kambag'al holatda yashaymiz. Bu demak Alloh bizni yaxshi ko'rmaydimi degan xayollarga borib qoladi. Yo'q, undaq emas aziz qarindoshim. Dinni berganligi, sizni mu'min musulmon qilib yaratganligining o'zi Allohning sizni sevganligining isbotidir aziz qarindoshim. Siz buningga kech kunduz shukronalar, hamd sanolar aytishingiz lozim aziz qarindosh. Bu hadisning davomida aytadi ekanki, qandaq bir banda haromdan mol dunyo tepib, uni sarflaydigan bo'lsa, sadaqa ihson qiladigan bo'lsa, Alloh taolo u kishining mol mulkiga barakat bermaydi dedi. Sadaqa ihson qiladigan bo'lsa, Alloh taolo u insonning sadaqa ihsonini qabul qilmaydi dedi. Chunki bu mol dunyoni harom yo'l orqali tepiyotdi. Va orqasiga mol dunyoni tashlab ketdi, xashlab bo'lanmadi, bu dunyoda topgan mol mulklarini xashlab bo'lanmadi, tashlab ketib qoldi. Bu tashlab ketgan mol mulk u insonning do'zaxda yana texmi ko'proq qilishiga sabab bo'ladi deydi. Texmi ko'proq qilishini ziyoda qiladi deydi. Chunki Alloh taolo gunohni gunoh bilan yuvmaydi. Gunohni savob bilan yuvadi. Gunohni Alloh taolo savob orqali yuvadi. Bir inson gunoh ishladi, u ishning orqasidan darhol bir savob ishni qilsa, mana bu savob ishi u insonning qilgan gunohini yuvib tashlaydi aziz qarindoshlar. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at dedi Qur'oni Karimda. Shak shubhasiz yaxshiliklar, savob ishlar yomonliklarni yuvib tashlaydi. Gunoh, ma'siyatlarni yuvib tashlaydi, o'chirib tashlaydi deydi. Qandaq bir inson bir gunoh ishni qiladi ekan, uning orqasidan dalhar kechiktirmasdan bir yaxshilik, bir savob ishni qilsa, mana bu savob ish u insonning qilgan yomonligiga, gunoh ishlariga kaffora bo'ladi aziz qarindoshlar. Ibn Umar radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: "Ad-dunya hulvatun khadra." Dunyo bakmi yop yeshil, va bakmi mari issiq bir narsadir dedi. "Man iktasaba fiha malan min hillihi wa anfaqahu fi haqqihi asabahu Allahu wa awrasahu jannatahu" dedi. Qandaq bir inson mana bu dunyoda haloldan mol topgan bo'lsa va uni topgan molni halol yo'lga sarflagan bo'lsa, Alloh taolo u insonni mukofotlaydi dedi. Shuning bilan birlikda u insonni jannatga varis qilib qo'ydi dedi. Ya'ni jannatga kirgizadi Alloh taolo u insonni dedi. Halol yo'l bilan topdi va shuning bilan birgalikda mana bu halol yo'l bilan topgan mol dunyoni halol yo'lga sarfladi. Mana bundaq insonni Alloh taolo mukofotlaydi. Mana bundaq insonlarni Alloh taolo jannatning varislari qiladi aziz qarindoshlar. Qandaq bir inson halol va bu hadisning davomida aytadi ekanki, qandaq bir inson haloldan mol dunyo tepib va buni
halol bo'lmagan yo'llarga sarflaydigan bo'lsa dedi, Alloh taolo u insonni do'zaxga kirgizadi dedi. Mal dunyoni haloldan topdi, ammo halol yo'lga sarflayolmadi. Ya'ni bu topgan mal dunyoni qanday ishlatishni bilmay qoldi. Harom yo'lga sarflab qoldi bu inson. Undaq insonni Alloh taolo do'zaxga kirgizadi dedi. Shuning bilan bu hadisning davomida aytadi ekanki, nafsi haromga berilib ketgan qanchalagan insonlar borki dedi. Nafsi haromga berilib ketgan, to'xtamasdan haromni istab turadigan, haromni xohlab turadigan qanchalagan insonlar borki dedi. Qiyomat kuni ular uchun do'zax bordir dedi. Chunki insonning nafsi har doim yomonliklarni arzu qilib turadi, ishtaha qilib turadi. Nihoyatda xohlab turadi. Ammo inson o'zining nafsini o'zi kontrol qilishi lozim. Ey nafs, sen meni boshqarmaysan, men seni boshqaraman bilib qo'y. Deb inson nafsini kontrol qilmasa, yomon bu nafs insonni yomonlikqa boshlaydi aziz qarindoshlar. Buning oqibati bakmi yomon bo'ladi. Keyin nafsini malomat qilib ayblaganning foydasi yo'q. Mana shu hayotiy dunyoda nafsini kontrol qilish lozim. Ana shu sahobalarning ham nafsi bor edi. Shular ham yaxshi narsalarni yaxshi ko'ratdi. Cho'ng yeb, cho'ng ichishlarni yaxshi ko'ratdi. Ammo ular o'zining nafsini tiydi, nafsini boshqurdi. O'zi yemay boshqalarga ravo ko'rdi. O'zi och qoldi, boshqalarni to'yg'azdi. Vaholanki o'zining yegisi bor edi, o'zining keygisi bor edi. Buni hech kimga bilintirmadi. Shular ham shu hayoti dunyoda bakmi chiroyli, bakmi go'zal yashashni xohlaydi. Ammo mana bu narsadan voz kechdi. Hattoki Umar radhiyallohu anhu suiqasdga uchrab, ana shu kasal bo'lib yotganlarida usab ketib, menga suv akilinglar deganlarida, asaldan bo'lgan, asal aralashtirilgan suvni olib keldi. Shunda aytdi ekanki, men bu asal suvni hozir bu dunyoda ichib olsam, jannatda nimani ichaman dedi-da, ana shu oddiysi, ana shu asal suvdan ham voz kechdi aziz qarindoshlar. Men oxiratda ichaman asal suvni deb. Boshqalarga ravo ko'rdi, o'zi ichmadi. Shularning ham nafsi bor edi aziz qarindoshlar. Alloh taolo hammamizni ana shu sahobalarning yo'lidan ketadigan, ana shu sahobalarga o'xshash nafsini tiyadigan, nafsini kontrol qiladigan, nafsini boshqaradigan insonlardan qilsin aziz qarindoshlar. Va payg'ambar alayhisolamning yana bir hadisida aytadi ekanki, "Man lam yubali min ayna iktasabal mal, lam yubalillohu min ayyi babin adkhalahu an-nar." Qandaq bir inson mal dunyoni qayerdan tepishiga parvo qilmaydigan bo'lsa, bir inson mana bu mal dunyoni tepishni nadan tepyaptimi, haloldanmi, haromdanmi, buningga parvo topgan mal dunyosining halolmi, harommi, buningga parvo qilmaydigan bo'lsa deydi, Allohmi u insonni do'zaxning xohlagan do'zaxga kirgizishga parvo qilmaydi deydi. Alloh taolami u insonni udil kelgan do'zaxga kirgizib o'tadi deydi. Chunki topgan maliga, mal dunyoga diqqat qilmaganligi uchun. Bu haromdan tepatam deman, haloldan tepatam deman, buningga diqqat qilmasdan mal dunyo topganligi uchun Alloh taolo u bandasini udil kelgan do'zaxga kirgizib o'tadi deydi. Alloh taolo barchamizni mana bunday oqibatlardan asrasin aziz qarindoshlar. Rivoyat qilinishicha, bir farishta Baytul Muqaddasda har kecha kunduz nido qiladi ekan. Qandaq bir inson harom yesa, Alloh taolo uning nafli ibodatlarini ham, farz ibodatlarini ham qabul qilmaydi deb nido qilib turadi ekan. Ya'ni aziz qarindosh, bizniki yeyishimizga harom narsa aralashib qoladigan bo'lsa, mana bu taat ibodatlarimiz, qilgan ro'zalar, tutgan ro'zalarimiz, bergan zakatlarimiz, qilgan hajlarimiz, o'qigan namozlarimiz
bekar bo'lib ketar ekan aziz qarindoshlar. Shuning uchun nafsimizni, mana bu bo'g'ozimizni haromdan saqlashga bakmi ahamiyat berishimiz lozim. İmam Ahmad Musnadida rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq deydi. Qandaq bir inson 10 dirhamlik bir kiyimni sotib olgan bo'lsa, ana shu 10 dirhamning ichida 1 dirham chog'liq harom pul bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo bu insonning qilgan namozini qabul qilmaydi deydi. Toki u kiyim uning ustida bo'ladi ekan, Alloh taolo bu insonning namozini qabul qilmaydi deydi. Yani 10 dirhamga, 10 yuanga, 10 koyga bir kiyim sotib olgan bo'lsak, ana shu 10 koyning ichida bir koy harom aralashib qolgan pul bo'lsa, mana bu kiyimni kiyib biz namoz qiladigan bo'lsak, Alloh taolo toki mana bu kiyimni yechib etib, haloldan bo'lgan kiyimni kiymaganimizcha bizning qilgan namozimizni qabul qilmaskan aziz qarindoshlar. Bizning dinimiz mana shundoq go'zal, mana shundoq pok, mana shundoq halol bir dindir. Mana shundoq muqaddas bir go'zal dindir aziz qarindoshlar. İbn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Alloh taolo la yaqbalullohu salati imri'in va fi jawfihi haram. Qandaq bir insonning qo'shqida harom bir narsa bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo u insonning namozini qabul qilmaydi deydi. Toki u inson Alloh taologa tavba tazarruq qilmaguncha deydi. Harom kirib qolgan bo'lsa, Alloh taologa tavba tazarruq qilmaguncha Alloh taolo u insonning namozini qabul qilmaydi deydi. Ulamalar Allah onlardan razı olsun mundaq deydi. Mana bu hadisning ichiga deydi. Yani qaysi hadis? La yadkhulul cennete cesedun ghuziya biharamin. Haram bilan g'izolangan jasad jannatga kirmaydi deydi. Peygamber aleyhisselam hadisida. Haram bilan g'izolangan jasad tan jannatga kirmaydi deydi. Mana buningga ulamalar aytdi ekanki, mana bu hadisning ichiga tövendeki narsalar ham kiradi deydi. Zulm qilib boj olg'uchi kishilar, amonatga xiyonat qiladigan kishilar, aldamchilik bilan shug'ullanadigan kishilar, o'g'irlik bilan shug'ullanadigan kishilar, nahaq ish qilguvchilar, parxo'rlar, jin va tarozida kam beradiganlar, malining aybini yo'shirib sotadigan insonlar, qimavozlar, sehrgarlar, munajjimlar, rassamlar, zinaxo'rlar va shuning bilan birgalikda bir insonning malini setib beraman deb, o'ttirida dallollik qilaman deb, yo'shirin holatda uningga bildirmasdan o'zining haqqini elib yeydigan mana shunday dallollar ham mana shu hadisning ichiga kiradi. Chunki bularning hammasi harom yeyguchilarning qatoridandir aziz qarindoshlar. Bu narsalarga diqqat qilishimiz lozim. Va yana payg'ambar alayhisalomdan rivoyat qilingan oxirgi hadisda mundaq deyiladi. Yu'ta yawmal qiyamah bi unasun ma'ahum min al-hasanat ka'amsal jabal at-tahama dedi. Yana qiyomat kunida bir turkum insonlar keladi dedi. Ularningki savob amallari tahama tog'idek. Tahama degan yo'g'on bir tog'ning ismi bo'lib, mana shu tog'chilik savob ishni qilgan bir turkum insonlar keltiriladi qiyomat kunida deydi. Hatta iza ji'a bihim ja'alallahu haba'an mansura. Mana bu insonlar keltirilganda Alloh taolo ularning
mana shu tog'dek savobini chang to'zonga aylantirib o'tadi, yo'qqa chiqarib o'tadi deydi. Yo'q qilib o'tadi deydi Alloh taolo. Hayoti dunyoda savob ishlarni shu qadar ko'p qilganki bular tahoma tog'ichilik bo'lib ketgan bu ularning qilgan savob ishlari. Ammo mana bu savob ishlar bilan Alloh taolaning huzuriga kelganda Alloh taolo mana bularning amallarini yo'qqa chiqarib tashlaydi. Chang to'zonga aylantirib o'tadi deydi. Summa yaqzifu bihim fin-nar. Alloh taolo ana shu insonlarni do'zaxga tashlaydi deydi. Shunda sahobalar, "Ya Rasululloh, bu qandoq bo'ldi? Nima uchun shundoq bo'ldi?" deb payg'ambar alayhisolamdan so'radilar. Shunda payg'ambar alayhisolam aytdi ekanki, "Kanu yasumun va yuzakkun va yahujjun." Ular roza tutadi o insonlar, zakat beradi o insonlar. O insonlar haj qilgan edi deydi. Mana shundoq go'zal ibodatlarni qilgan edi o insonlar. G'ayra annahum kanu iza urida lahum shay'un min al-haram akhadhuhu. Ya'ni mana shu ishlarni qilish bilan birgalikda ularga haromdan bo'lgan bir narsa ularning oldiga qo'yilsa, ular mana shu narsalarni oladi deydi. Bu ibodatlarni ham qiladi, ammo haromdan kelgan narsalardan ham tap tatmasdan oladi deydi. Fa ahbatallohu a'malahum. Shuning uchun Alloh taolo ularning amallarini habata qilaverdi, bekorga chiqaraverdi dedi. Bu dahshat aziz qarindoshlar. Hayoti dunyoda shuncha toat ibodatlarni qilsak, ammo oxir oqibatda bu amalimiz yo'qqa chiqib ketadigan bo'lsa, bu bakmi qo'rqinchli, bu bakmi dahshatli ish. Shuning uchun aziz qarindoshlar, biz yeydiganimizga, ichadiganimizga, kiydiganimizga bakmi diqqat qilmag'imiz lozim. Mana shu hayoti dunyoda mana shu ishlarga qo'limizdan kelgancha diqqat qilib, ehtiyotkorlik bilan nima qiladigan bo'lsak, Alloh taolo albatta bizni oxiratda o'zining jannatiga kirgizadi aziz qarindoshlar. Jannatga kirish sizu biz o'ylagandek o qadar oson ish emas. Chunki jannat pok, pokiz, halol insonlarning yeridir. Napok, haromdan bo'lgan insonlar uchun jannatda joy yo'qdir aziz qarindoshlar. Alloh barchamizni hidoyatda, islomda sabit qilsin. Shuning bilan birgalikda hayoti dunyoda haloldan yeydigan, haloldan ichadigan, haloldan kiyadigan va boshqalarga zarrachilik zulm qilmaydigan solih insonlardan qilishini Alloh taoladan tilab qolamiz. Keyingi darsimizda uchrashguncha xayr, aman bo'linglar aziz qarindoshlar. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.